Og'izlari ochilib kuldi. Hatto xohlaganda uyg'onib ketdi. Meni ko'rdida, nima uchun kuldingiz deb so'raganda yigit aytib berdi. Tush ko'rdim dedi. Tushimda ko'm-ko'k bog'da yurgan edim. Bog'ni kesib yurgan paytimda kumushdan bo'lgan qasrni ko'rdim. Derazalari javhardan edi, durdan edi. Eshiklari oltindan edi va ipakdan bo'lgan pardalari bor bu qasrda. Shunda ana shu qasr ichidan parda ko'tarildi-da, ikkita joriya chiqdi-da, yuzlari to'lin oydek chiroyli bo'lgan, "Xush kelibsiz" deb meni ichkariga taklif qildi deydi. Haligi joriyaga qo'lim uzatmoqchi bo'lsam, shoshilmang. Sizga atalgan mavziya ichkarida, biz faqat uni cho'rilar, xizmatkorlarimiz dedi deydi. Shoshilmang. Shunda biri ikkinchisiga aytdi, "Bu ona Marziyani kuyovida" dedi. Bir-biriga pichillab turishdi. Mana aytdik, bitta xurga 100 ta cho'ri beriladi. Shu cho'rilar gaplashyapti. Marzi ichkaridagi Marziyani kuyovi shu bo'ladi deb bir-biriga pichir qilishdi. Ichkariga yetalab olib kelishdi meni deydi. Shunda ichkariga kirdim va ro'paramda bir oltindan bo'lgan qasr bor edi. Qizi oltindan bo'lgan qasr, uni oq kumushdan bo'lgan so'risi bor edi. Ustunlari bor edi, old dur gavharli bezalgan. Ustida xuddi go'zalligi quyoshdek nutarab turgan bir xur o'tirardi deydi. Tushunib beradi bu yigit. Agar Alloh sobit qilmaganda aqlini, aqldan ozib qolishning darajasida chiroyli, so'z bilan ta'riflab bera olmayman uni deydi. Oldiga borganimda aytdiki, bu xur marhaban bek va ahlan va sahlan ya valiyallohi va habibuhu. Ey Allohning do'sti, habibi, xush kelibsiz. Men siz uchunman, siz men uchunsiz. Uni qo'limga cho'zib bag'rimga bosmoqchi bo'lgan paytimda Allohga qasam, ey Allohning do'sti, siz uchun bunday xunuk ish yarashmaydi. Siz bilan uchrashuvimiz ertaga peshinda dedi. Shunda xursand bo'lib, kulganda uyg'onib ketadi. Birodarlar, bu rivoyat emas bu. Abu Qudoma, ey habibim, juda yaxshi narsani ko'ribsiz. Inshaalloh bu yaxshilik dedi. Va tong otganda dushman bizga hujum qildi. Biz hali o'zimizni epaqaga keltirgunimizcha hali yigit otini mindida ularchiga qarab kirib ketdi. Bir qanchasini o'ldirib ular orasiga kirganda orqasidan ot choptirib kirdim va otidan ushlab tashqariga tortdim. Bolam, sen yoshsan, urushda makr hilasini bilmaysan, ichkariga tortib turib seni shahid qilishadi. Qayt orqaga deganda u yigit aytadi: "Ey amaki, axir Alloh taolodir. Agar sizlar dushmanga ro'baro kelsanglar, orqalarni qilib qochmanglar degan oyatni eshitmaganmisiz?" deb oyatda gapirib turganda dushman hujum qildi, biz ikkiga bo'lib tashladi. Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim, shu yigitni topishlik maqsadida. Ana shuni eslab yurganda otlarni o'liklarini ostida bir yigit turardi. Ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlaridan qon oqqan, loy bo'lib turpoqlar betiga solib kelgan holatda yotardi deydi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagimdan artsam, "Amaki, ko'ynagingizni artmang, o'zimni ko'ynagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi" deydi. Ustunda turibdi, ruhimni chiqishligini kutyapti. "Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib kutib turibman sizni" deyapti deydi ustunda. Shunda hali bolaning yuzidagi qonni artib turib aytadi: "Ey bolam" deydi. "Qiyomat qoyim bo'lganda shafaatingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Seni men yetalab keldim shu yerga." Yigit aytdi: "Sizda kishilar unutilmaydi" dedi. "Amaki, agar Alloh sizni yurtingizga qaytib borishni nasib qilgan bo'lsa, onamni toping va aytingki, Alloh sizni hadiyangizni qabul qildi. Alloh duoingizni ijobat qildi. Sizdan akam va inalarimga salom aytaman va Alloh huzuringizda shafoat qilishini Allohdan so'rayman. Va uyga borganingizda amaki, 10 yashar singlim bor" deydi. Har safar ketayotganimda meni kuzatib qolardi deydi. Va ketayotganda, bu safar ketayotganimda "Aka, uzoq ketmang, bizni tashab qo'ymang yolg'iz. Otamiz va boshqa aka-ukalarimiz ketdi. Siz bizni tashab ketmang" deb kuzatib qo'ygan edi. Shunga xabar yetkazib qo'ying dedi. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh" dedi-da, "Hada ma wa'adana rasul va ma'adana Allohu va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu." Bu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa, Alloh va rasuli va'dasidan chiqdi dedi-da, shahid bo'ldi.